Assalomu alaykum nurli tabrik loyihasini kuzatuvchilari, ayni damda biz Chinavod elida mana Oybek akamizning xonadonlarimiz. Bu yerda biz bir-biridan muhabbatli bo'lgan farzandlari va yaqinlari nomidan Oybek aka va Meso opalarni tabriklash uchun yetib keldik. Sanoq o'smalardan so'ng sizlar bilan mana shunday his-hayajonli, quvonchli daqiqalarga birgalikda guvoh bo'lamiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Katta rahmatimiz. Marhamat, chiroyli qilib o'rningizni egallab olsanglar, Xudo xohlasa mana shunday ajoyib kechamizni birgalikda boshlab olamiz. Yoshlar joylashib o'tirib olsa, yoshlarimiz xizmatda turadilar bugun. Bo'lmasam, barchangizga bir xush kelibsizlar deymiz. Avvalo assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Allohning nazari tushgan, Allohning mana shunday fayz va barakatga bo'lgan fayzli xonadonning mana shunday qadrli insonlari yana bir xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin deymiz. Mana bugun mana shu yerga ana endi bir savolda endi kundan kunga savollar ham ko'payib ketyapti, mayli. Bizning jamoamiz qaysi jamoa ekanini bilasizmi? Nurli tabrik. Katta rahmat aka. Mana shu yerga Nurli tabrik jamoasi ijodkorlari sizlarni mana shunda bezovta qilishini asosiy sababi mana bugun bir qo'shaloq katta bayram ekan. Oybek akamiz va Meso opamizni mana shunday shukrona kunlari ekan. Bitta qarsiylarni chalib qo'yamiz. Muborak bo'lsinlar. Bir-birlariga yarashib o'tirishlarini qarang, ko'z tegmasin marhum. Oybek aka, avvalo assalomu alaykum deymiz. Meso opa, assalomu alaykum. Mana shu yerga endi tabrik jamoasi ijodkorlari sizlarni xursand qilish uchun, sizlarni tabriklash uchun bir mahallada duv-duv gap bo'lsin deb mana shu yerga kimning nomidan keldi? Sizningcha kim nomidan keldi? Bir insonni aytish kerak-da. Bir insonni aytsangiz, o'tgan safar ham aytgandim, 50 ming priz bor degan. Sabona deysiz, o'zim aytaman. Yo'q, endi ketdi. Bo'lmasam o'zim aytaman. Sizni dunyolarga alishmaydigan, sizni jamiki hamma insondan yaxshi ko'radigan onajonimiz bizni oilamizdan ekasi. Otajonimiz bizni ishongan tog'imiz. Onajonimiz bizni jannatdagi bog'imiz. Otajonimiz bizni faxrimiz, ishonchimiz, suyanchimiz deb turgan mana shu yerda bir-biridan mehr-muhabbatli bo'lgan, albatta mana shu yerda farzandlaringiz Jahongir, Jo'rabek va Firuzbeklar nomidan tabriklab qutlab keldik. Bitta qarsiylar chalib qo'yamiz. Mana shunday ajoyib syurprizlar, tabriklar uchun. Albatta mana shunday tabriklarni 10 tasini, 20 tasini yuborsangiz ham arziydigan mana ota-onangiz bor. Albatta ota-onalarimizga qancha qilsak ham, qancha yerib yugurib xizmatini qilsak ham kam. Chunki bizni yemasdan yediradilar, bizni kiymasdan kiydiradilar. Bizni mana shu darajaga olib kelguncha ne bir zahmatlarni boshidan o'tiradilar. Otajon, onajon, sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr. Onajonlarimiz, otajonlarimiz hamisha baxtimizga sog'-omon bo'lishsin. Agar mana shu yerda ota-onalarimizni bilmasdan xafa qilgan bo'lsak, dilini olib qo'ygan bo'lsak, otajon, onajon, bizni kechiring dedilar albatta. Onajonlarimiz, otajonlarimiz hamisha baxtimizga sog' bo'lishsin. Otani, onani faqat ota-ona bo'lgandan keyin tushunar ekan farzand. Albatta ungacha ota-onani qadrini, aytgan gaplarini, ma'nosini hayotda topish qiyin bo'ladi. Qachonki o'z boshimizga tushganda mana shunday kunlarni ota-onaning mana shunaqangi katta mas'uliyatini his qilar ekan. Ota-onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin hamisha. Ana endi farzandlaringiz, yaqinlaringiz nomidan bitta she'r o'qib beraman. Onajon, avval sizga, anonniki otajonimizga. Alohida. Ona bor hayotda,
yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsayamki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Hamisha bizlarni baxtimiz so'rab, onajonim baxtimizga siz borsalar, ona bor hayotda, yashash boshqacha. Onangiz umrga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda. Onajonim bor hayotda, yashash boshqacha dedilar. Albatta onajonlarimizga bir qarsiylar chalib qo'yamiz. Muborak bo'lsin. Otalarimizga ham ajoyib she'rlarimiz bor. Albatta otajonlarimizni ham so'zlarda, she'rlarda, qo'shiqlarda emas, hayotdan o'z qadrini, qiymatini bilib qo'ysa, albatta buni she'r yuraklarga qandaydir bir boshqacha bir yo'nalishda yetkazib qo'yadi. Marhamat eshitamiz. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, mehnatlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Voydan chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas oxi. So'zlarimda Xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlaridir oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qishtinsa ham dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam. Mana shunday ajoyib tilaklar, istaklar, mana bolalaringiz, farzandlaringiz, yaqinlaringiz nomidan mana shunaqangi ajoyib kechani tashkil qildilar. Bitta qarsiydan chalib qo'yamiz. Muborak bo'lsin, muborak. Ana endi mana shu yerda tortni kesishdan oldin ham, sovg'alarni berishdan oldin ham bir tilaklarni, istaklarni qabul qilsak, undan keyin tortlarni ham kesamiz. Xudo xohlasa sovg'alarni ham, tilaklarni bildirib keyin yo'llab qo'yamiz. Maylimi? Qani kim boshlab beradilar? Marhamat. Rahmat. Nurli tabrik degan Turkizm shu jamoasi ketgan va bu mening singlim bo'ladi. Ikkinchi sabab shu xalqlarning kelgansa o'lim katta rahmat. Bir bu qo'shiqlarning manisi avvalan shu davlat topgan kuni bugun qolaversa ularga Alloh taolo navbatdagi ortiq ba'zan atalay qildi. Men shu sinimda o'lim shu davlatim bilan tabriklayman. Amma o'lim sog'lik salomat tilayman, uzoq umr tilayman. Kuyovimiz Aybek bilan teng qartashib yaxshi mazmunli hayot kechirgay. Alloh taolo ularga ortiqlar berdi va sog'liqlar ham bergay. Ularning rohatini ko'rish nasib etgay. Yana bir asosiy tilagimdan biri bizdan so'rash Allohdan ijobat deydi. Ularga shu ikki jiyanimizdan keyingi bir Alloh taolo ol qilin deb bir o'g'il farzandlarni ato qilgan. Shulardan bir vaqtida shu jamoa kam emasdan tabriklab o'tirish nasib etgan. Sog'lik salomat yo'g'ay. Tabriklarimiz yana bo'ladi. 80-100 yoshga chiqqan vaqtidan tabriklab o'tirish nasib etgan. Sog'lik salomat. Rahmat sizlarga. Katta rahmat deymiz. Qarasinglar chalib o'tamiz, ha? Marhamat. navbatdagi aqd bilan tabriklaymiz. Vaqtlarimizni o'ngilashim bilan bergan bo'lsin. Otli, og'rayli, yerga ko'zga ko'ringan inson bo'lib yetishsin. Otasining menasining yo'lini bersin, otasining yoshlig'im atroflardan bo'lishsin deb qolamiz. Bo'limiz kanalımızda bir yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. Boshqamiz ko'rgan chiqmasin. Hamma yaxshi yerda ko'ylab o'tirishdik. Katta rahmat deymiz. Ajoyib tilaklarni, istaklarni
marhamat davom ettirasiz endi. Nega? Sizga ham hozir 50 ming ishtirok qilaman. Katta rahmat. Marhamat. Yaxshi bilan shu xonadon egalarini bilan qo'shaloq bayramini tabriklaymiz. Hamkasbimiz Aybek akamizga uzoq umr, kechamizni tabriklaymiz. Keyin qarish bo'lsin. Aqldan tabriklaymiz. Doim shu xonadonda hamisha yaxshi kun bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Hammasini birgalikda o'tkazaylik. Aqllarni boshlaymiz. Shunday yaxshi niyatda bo'lsin tilaymiz. Sizlarga ishlaringizga rivoj va yaxshi kunlarga qatnashinglar. Katta rahmat deymiz. Bo'lmasam onajonlarimizdan mana shunday ajoyib tilaklarni, istaklarni davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat. Mana bugun shu singlim Yassir hamda Oybek xonadonda shunday bir qo'shaloq bayram desak ham bo'ladi endi buni. Mana shu navbatdagi aqtiq bilan tabriklab, o'zlarining tug'ilgan kunlari bilan tabriklab kelib o'tirgan ekanmiz. Xudoyim teng qardoshib, shu farzandlarning rohatini ko'rib yurmak nasib etgay. Shu qizlarimiz ham ulug' qiz bo'lib, ota-onasining orzusida qizlar bo'lib yetishgay. Shularni uzatib o'tirmoqlar nasib etgay. Bizdan o'g'il nevaralar ham berib, ularga ham sunnat to'ylari, farz to'ylarida o'tirmoq birgalikda nasib etgay. Hamma shunday yaxshi kunlarda kelaveramiz. Uzoq umr tilayman. Qo'shaqlar kelavergaysizlar. Farzandlarning ardog'ida, nabiralarning. Ana, Uzra apa? Uzra bertilak. Sizlar tug'ilgan tabriklayman. Oybekni teng qardosh, bog'lan farzandini ko'rib. Qishloqlarda sog'ib bersan. Tug'ilgan tabriklayman. Shu sinflarni teng qardosh, shu bog'lanni sog'ib. Meni yanadan bo'lgan qo'shlarim, ayollar xatarda, ayoldagilarni yasar qildim. Bular uchun ikki qo'sha qartayib, aqtiq sovuq so'yib o'tiraylar. Xonadonda hamisha to'ylar bo'lay. Yanagi yillar shu kunlar o'g'il bo'pti, o'g'il nabirali bo'pti degan tilaklar o'tiraymiz. Bo'ldilarmi? Tamam. Şu ayıpaldı, ayıpları mamullarına tebrikleyen Xudoyim şu bağlarda rahatını ko'rgizsin. Hem şu aktıklarda, toylarında oturmak nasip etken dasturxonlar hem şunda to'kin saçın bo'lsin. Hem şu xonadonda to'y deb kelganmiz. Yaxshi kun bo'lgan Xudoyim. Xizmatlarga yo'llash qizlarim ulug' qiz bo'lib, o'qishlarga kirib yurgay. Hamma yaxshi bo'lib keling. Akalarimiz ham sog' bo'lgan Xudoyim shu bog'lar ham Aybekning, Aybeklarning baxtini sog' yurgay. Bizlarning baxtimizga hamma sog'-salomat yurgaysiz. Katta rahmat deymiz. Marhamat onajon. Aybek aka, Yassir, tug'ilgan kunlaringizdan tabriklayman. Sizlarning jasorat qilsizlar, shu bog'larimizdan baxtini sherib qo'yasizlar. Hamma shu yaxshiliklarga kelganmiz. Katta rahmat deymiz. Qamishlarni chalib qo'yamiz. Ana endi onajon, mana shunda farzandlaringiz sizga atagan ozgina tilaklari, istaklari qolaversa mana qo'llarda bir-biridan ajoyib sovg'alar bilan turibdilar. Marhamat birin-ketin farzandlardan tilaklarni eshitsak oldin. Marhamat. O'g'illari hadya qilibdilar. O'g'illarga kattakon rahmat aytamiz. Mana farzandlari bir-biridan ajoyib sovg'alar, tilaklarni, istaklarni yo'lladilar. Ana endi onajon birgalikda mana shu tortni kesib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu his-hayajon daqiqalarning ikkinchi qismida endi Qanoy Beyga keling.
Pul bormidi? Bo'lmasam birgalikda yana bir bola kesib qo'yamiz mana shuni. Hamma yonida. Qarsiylarni o'xshab turamiz. Qo'yga o'tiring, oxiriga o'tiring. Shartni to'g'ri bajaramiz. Ha, onajon. Qarsiylik ishtimayapti, ha? Ha, oilaga sizlar so'rasam qabul ketdi. Qarsiylarni solib qo'yamiz, bu bolaga bo'lsin. Ha, tortlarni ham kesib oldik. Ana endi navbatni o'yin kulgiga bersak ham bo'ladi, ha, onajonlar. Ana undan oldin Oybek akamizdan bir ikkovsi kelganlarga, mehmonlarga marhamat. Katta rahmat deymiz. Me'zorga kelingizdan. Sizlarga rahmat deganingiz uchun. Akalarga hamma bemorlarga rahmat. Sizlarga shifolarga rahmat. Sog' bo'ling. Kun ko'p bo'ling. Katta rahmat deymiz. Albatta bunaqangi his-hayajon daqiqalarda so'z ham topilmay qoladi. Ana endi
Şimdi gelmezsem eğer yana bu canlarınız sakarlar canım kar karanlarınız. Şimdi gelmezsem eğer yana bu canlarınız sakarlar canım kar karanlarınız. Hiç bilmezsin sızlar şu gelişim yar aklım çubuğu ekenler nazlı çıkanlarınız. Biraz bilmezsin sızlar şu gelişim yar aklım çubuğu ekenler nazlı çıkanlarınız. Aklım çubuğu ekenler nazlı çıkanlarınız. Aklım çubuğu ekenler nazlı çıkanlarınız. Katta rahmat deymiz barchangizga mana shu yerda o'yin ko'rsatgan opalarimiz, akalarimiz. Yana bir bora Oybek akamizga hamda mana shu Niyazxon opamizga mana shunday shukrona kunlari bilan yana bir bora muborakbod etamiz. Ilohim mana shunaqangi yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Ana endi bir esdalik karasimga tushib qo'ysak,